Bilasanmi sen qanaqa tupuysan? Sen tupuysan. Sen ahmoqsan sen. Sen sen nima xursand emasman men sendan tushunasizmi? Shu men sendan xursandman, men sendan mag'rur buzg'urman deyishimni kutuvdi-ya. Yo'q, yo'q, yo'q. Sen tupuysan, tushunasizmi? Sen sen hech narsaga erishmagansan sen. Sen luzersan sen. Sen erisholmaysan ham. Sen hech kim emassan sen. Sen kimsan bilasanmi? Sen bir tiyinsan. Sen hech kimsan. Seni hech kim qadrlamaydi. Seni, 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 seni. Sen hech kimsan. Bilasanmi nima? Chunki sen qilayotgan ishlaringga qarang. Sen nima musor tashlayapsan ko'chaga? Bir. Sen nega aldayapsan? Ikki. Sen nimaga odamlar orqasidan gap gapiryapsan? Uch. Bu narsalarning hammasi pastkash va nikchemniy odamlarning ishi. Nikchemniy nima deganini bilmaysanmi? Hozir aytaman. Nikchemniy degani hech nimaga arzimaydigan kapega odam degani. Kapega. Tushunasan? Demak, sani kallangdek hozirgi o'ylayotgan narsalaring san emassan. Demak, men senga gapirmayapman. Men kimga gapiryapman? Sani xuddi mana shu odam qilib olib kelgan hozirgi yuzingdagi maskingga gapiryapman. Tushunasan? San o'zi unaqa odam emassan, tushunasan? San unaqa odam emasding. San tug'ilganingda bunaqa emasding. Sani ming manyak yo bir yomon odamlar bo'ladi qoningda. Lekin san tug'ilganingda qanaqa muhitda katta bo'lsang, xuddi shunaqa. Bu narsani sen yaxshilab tushunib olgin. Sen hozirgi sen emassan, tushunarsanmi? Sen mana shu holatga kelding. Sendan boyroq, sendan kuchliroq, sendan aqlliroq deb o'ylagan odamlar va shunaqa odamlar seni mana shu holatga olib keldi. Qanaqa qilib? Bilasanmi? Bu nima? Bu teyp. Skotch. Qatingdir orisa yopishtirasan, muskullaringni yumshatadi. Teyp. Bu bilasanmi nima? Bu masaj. Bu masaj qiladi. Bilasan nimaligini? Qattan bilasan? Chaqaloqligini bilarmiding? Bilmasding. Nimaga menga unda gapiryapsan? Men hozirgi o'zim manman. Men unga gapiryapman. Meni qarorim bu. Sen hech qanaqa qaror qila olmaysan. Sen qaroring yo'q. Sen hech kim emassan. Sen hech nimaga erisha olmaysan. Sen hech kim emassan. Hech kim bo'lmay o'lib ketasan agar gapimni eshitmasang, tushunarsanmi? Ko'zingni ochgin. Hozir videoda nima yo'q qoldi bilasan? Seni chalg'itayotgan narsa. Sen menga shunchalik pastligini ko'rasan, sen nimaga chalg'iyapsan? Men bu yerda nima gapiryapman? Sen bu yerda nimani o'ylayapsan? Demak, o'zing qanaqaligini bilib olurgin. Seni qanchalik influence, ya'ni senga effekt berishganini, seni o'zingni kallang emas, sen qanaqa kalla bilan ishlatishi kerak deb qonun qoida qo'yishgan. Sen shunaqa qonun qoidada o'ylaydigan bo'lib qolgansan. Demak, hozirgi sen emassan. Buni qanaqa o'zgartiramiz? Keyin men senga zo'r narsa o'rgataman. Sen bu narsani faqat bitta yo'l bilan qilsang bo'ladi. Bitta xonaga kirasan, o'tirasan, tushunarsanmi? O'tirasan, hech narsa qilmaysan, telefoningni olib kirmaysan. Telefon kerak emas, hech narsa kerak emas. O'tirasan, nima qilyapsan? Nima his qilyapsan? Ha? Nima qilyapsan? Xo'sh. O'tirgin, ozgina siqilishni boshlaysan. Hop, siqilyapsan, nima bo'ladi? O'tirasan, yana o'tirasan. Tuzalgin kelyapti, to'g'rimi? Zo'r odam bo'lgin kelyapti, tipa. Lekin zo'r odam bo'lish hozirgi zamonda zo'r odam bo'lmaslik, tushunarsanmi? Sen rostgo'y bo'lsang, haqiqat, har doim chestность, har doim ishingni zo'r boplab qilasan, cho'tki narsa qilasan-da. Lekin hamma yoq, to'g'rimi? Shuning uchun shunaqa odam bo'lyapsan, to'g'rimi? Bu hayotda tirik qolish uchun. Lekin bu narsa haqiqat emas. Mani eshit quloqing bilan. Men, sen, u, anu, men bu shu. Hamma
chestniy odam bo'lib, mana bu hayotdagi narsani o'zgartira olamiz, tushunsam. Bekorga men bunaqa har xil qiyinchiliklardan o'tmaganman. Mani hayotim mana shu gapirayotgan gaplarimga olib kelyapti, tushunyapsanmi? Menga jamoa kerak. Menga sandek odamlar kerak emas. Menda san haqiqiying kerak, tushunyapsanmi? Sani o'zing kerak, haqiqiy. Sani men maskali basharing kerak emas. Menga haqiqiy basharing kerak, tushunyapsanmi? O'zingniki, tug'ilgan basharing. Sen orzuli, sen hayoting hali quvonch bilan qarorlaydigan, hali unaqa mug'ombir, yolg'onchi, mashinnik bo'lib ketmagan basharing kerak, tushunyapsanmi? Mencha to'yib ketdim mamitimgacha. Любой joyga ishga kirsam ham, boshqa qilsam hamchi, mashtimga kelib ketdi. Nohaqliklar ham, boshqasi ham. Kimga gapirmasam ham nohaqlik bo'ladi. Sen bunaqa qilmashing kerak. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Chidash, nohaqlikka chidash bo'lmaydi unaqa narsa. Nohaqlik bo'lyaptimi? Haq odamlarni o'sha birga to'plash kerak. O'shalarning ichidan birikta chiqib qoladi keyin. Bizga bu narsa ta'sir qilmaydi. Biz yana kuchayamiz. Biz nima demoqchiman? Biznes qilish kerak. Biznes. Har xil narsalarni, любой narsani agar chestniy odam bo'lsa, kimdir o'ziga olib qolmasa, boshqa qilmasa-chi, bilasizlarmi? Bitta odam qancha kuchga ega? Ikkita odam undan ko'p kuchga ega. 3 ta odamchi, 4 ta odamchi, 15 ta, 100 ta odamchi. 100 ta odam biznes qilsa nima bo'ladi? Bitta sohada. Hamma o'zini bilimlari, boshqa narsasi o'tirib olib, katta zalda, katta stulda gaplashsa, bitta mavzuni hech qanaqa qiluvlasiz, boshqasiz, yedirishsiz nima bo'ladi? Imkonsiz deb o'ylaysizlarmi? Imkoni bor shu narsani. Haqiqiy chestniy odamlarni to'plash kerak bo'ladi uning uchun. Bu oson narsa emas bu. Balki 10 yilda erisharman bu narsaga. Balki 1 yilda erisharman. Lekin men erishaman shu narsaga. Mana butun boshli shunaqa odamlarni qanaqa yig'amiz bilasizlar? Telegram kanal ochamiz. Telegram kanalda hammani qo'shib boraman. Kim kerak bo'lsa, mana shunaqa foydali jamoa, bu kanal 1000 ta podpisчик bo'lganda, agar haqiqatan qiziqadiganlar 1000 ta bo'lganda, 1000 tadan keyin bu narsa rezultat berishi mumkin. Ungacha ham rezultat bermaydi. Shuning uchun hali Telegram kanali yo'q. Telegram kanal deyapman. Kanal Masud deb o'ylayapsizlarmi? Qanchalik past ong bu. Telegram kanal emas, gruppa, hop. Lekin bu yerda mavzu bu haqida ketmayapti. Bu narsani tushunib olish oddiy narsa, tushunyapsizlar. Mani gapirayotgan gapimdagi xatolarni topish emas, mani gapirayotgan gapimdagi ma'noni topishga harakat qilish kerak. Tushunyapsizmi? Bu narsa hech qiyin emas. Sen hozir ishlayotgan, sen kuryerlik qilyapsanmi? Sen bu joyda ishlayapsan, sen farqi yo'q, tushunyapsanmi? Bu narsa senga kopeyka pul, $800 topsan, $1000 topsanmi, $2000 topsan, sen kopeyka bir tiyin, tushunyapsanmi? Hech narsa bo'lmaydi bu narsa sen uchun. Sen hayotingni yashab o'tgandek bo'lmaysan. Har doim manaqasiga mazgi qilib, har xil o'ziga 200 dan odamlarni ko'rib, o'zingga o'xshagan basharalarni ko'rib, har kuni ular bilan kurashish, bunaqa kurashish uchun biz nimadir shuncha energiyamiz ketkazishimiz kerak emas. Biz rivojlanishimiz kerak. Biz qayerdagi mana chet eldagi bir narsalar rivojlanaveradi. Nima unaqa rivojlanyapti, tushunsan? Bitta narsasi bor. Ularchi mamlaqa madaniyat, mamlaqa narsalardan ancha bo'lgan, o'tib bo'lganiga, tushunsanmi? Tupareli deydi. Neadekvatniy odamsanlar hamma. Adekvatniy odamlar kerak menga. Men haqiqiy bashariyni ochgin bunda. Uning uchun men aytgan narsani qilish kerak. O'tirish kerak odam o'zi. Qanaqa odamman men deb o'ylash kerak. Men qanaqa odam edim, qanaqa odam bo'ldim? Chaqaloqligimda ham shunaqamidim, yo shunaqa bo'lib qoldimmi? Nima ta'sirda bo'lib qoldim? Qanaqa o'zgardim? Hammasini o'ylash kerak. Bu narsa oddiy narsa emas bu. Sen o'zingcha o'ylaysan, nimaga har xil odamlar bu dunyoda bor? Har xil odamlarga har xil qonunlar, har xil holatlar bu yuz bergani uchun ular shunaqa odam bo'lib qolgan. Hop, tushunamiz. Demak, mashinnik bu mashinnik emas. U demak oddiy chaqaloq bo'lgan, yaxshi bola bo'lgan yoshligida. Uni har deb aldashib yurgan va u mana shu yo'lga taslim bo'lgan. Bu mashinniklik qilavergandan u ham mashinnik bo'lish tanlagan. Unda har doim unda ikkita yo'l bor edi. U mashinniklikka qarshi chiqish yo'li bor edi yoki mashinnik bo'lish. Mana misol uchun kalta yegan yo boshqa bolalar nimaga katta bo'lganda, slishkim qattiq kalta yegan bo'lsa agar nimaga zo'ravon bo'ladi? Nimaga yoki har xil yomon odam bo'ladi? Nimaga bilasan?
Nimaga? Chunki ular mana shunga taslim bo'lgan. Taslim bo'lgan. Zo'ravonlik ko'rgan zo'ravonlik qiladi ular. Taslim bo'lgan. Menga taslim bo'ladiganlar kerak emas. Har doim odamning ikkita yo'li bor. Odam taslim bo'lishi mumkin yoki jang qilishi mumkin. Agar sen Ataka Titanov degan bitta anime ko'rgan bo'lsang, bu mani umrimda butun umrim bo'yicha bir marta ko'rgan narsam. Men hech qachon anime tomosha qilmaganman. Lekin bu narsani qayta hamma aytgandan keyin tomosha qildim. Va men bitta narsani tushundimki, seni yon atrofingdagi odamlar sen uchun hech qachon qayg'urmaydi, o'zing qayg'urmaguninggacha. Qanaqa qilib? Hop. Ke senga bitta zo'r misol aytaman. Do'stona misol. Unaqa xafa qilmayman. Eshit. Seni holating yomon. Va sen ko'chada yiqilib qolding. Ko'cha to'la odam. Nima deb o'ylaysan? Senga yordam berishadim? Tak, yordam berishadi deb o'ylayapsan. Endi qarab. Endi ko'zingni ochamiz. Odam qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik ko'p yordam bermaslik imkoni bo'ladi. Nimaga bilasan? Chunki har bir odamga to'n kiydi. Shuncha odam turibdi-yu, bittasi telefon qilib bo'lgandir deydi. Bittasi skoriy pomoshi chaqirib bo'lgandir deydi. Bittasi yordam berish, boshqasi yordam berar deydi-da, o'tib ketaveradi. Tushunasam, odam qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik sen qadrsizsan, tushunasam. Xuddi inflyatsiyaga o'xshaydi. Pul qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik qadri yo'q. Qanchalik noli ko'p bo'lsa demoqchiman. Tushunasizku, to'g'rimi? Gapimni tushunyapsan? Boshqa narsa e'tibor bermagin. Hop. Demak, seni qadring shunchalik pista po'choq hozir, to'g'rimi? Sen 3 million, 6 million, 5 million, 1 millionga vaqtingni sotishing kerak. Yoki $1000 demoqchi edim. Hop. Bu narsa senga majbur emassan, tushunasizmi? Sen bu narsaga majbur emassan. Sen, men va mana bu shu odamlar birgalashib, tushunasizmi? Faqat qachon bu narsa bo'lishi mumkin? Sen bunaqa kallavaramligidan chiqishing kerak uning uchun. Qanaqa chiqasan bilasan? Men aytgan narsani qilishga. O'tirasan va xuddi o'sha narsani qilasan. O'tirasan va bu senga qanaqadir bir narsalar emas. Bu hech nima emas. Bu qanaqadir bu terapiya emas bu senga. Bu bir o'zi qolish, yolg'iz qolish. Odamlar yolg'iz qolishdan qo'rqadi. Bilasanmi nimaga? Yolg'iz qolsa nima bo'ladi bilasanmi? Haqiqiy o'zing bilan uchrashib qolasan. Odamlar shunchalik o'zini esdan chiqarib yuborganki, haqiqiy o'zini. Biroz yolg'iz qolganda siqilishi boshlaydi, qiynalishi boshlaydi. U kalta yeyish shart emas, unaqasidan. Yo'q, kalta yeyish shart emas u. U psixologически hayotidan, noroziligidan, boshqasidan. Birinchi o'rin, sen hozirgi holatingga undoq qara. Nimam bor u nimam yo'q. Demak, sen hech narsang yo'q, to'g'rimi? Puling ham yo'q. Sani mehribon ota-onang ham yo'q. Sani hech nimang yo'q, to'g'rimi? Balki mehribon otang bor, ota-onang bor, balki. Bu senga uchun plyus, katta plyus. Agar bunaqa bo'lsa-chi, sen любой narsa qila olasan bu yerda. Chunki senga qanaqadir ishontiradigan odam bor. Endi qara, tasavvur qilamiz, senda hech kiming yo'q. Yoki senda hamma bor, lekin sen hech kiming yo'q deb o'ylaysan. Bu ham juda ham ko'p kuzatiladigan narsa. Hamma seni o'ylaydi, lekin sen o'ylamaysan deb o'ylaysan. Chunki senga yetmaydi. Chunki sen nomard odamsan. Sen faqat manga, ko'proq, manga, ko'proq. Hayoting shu. Bilasam, senga nima boylik berilmaydi. Agar xohlasang ham boy bo'la olmaysan sen. Va bitta bir xil odamlar bor. Boy bo'lgisi ham kelmaydi. U boy bo'lish yo'lidagi jertvalar aniq jertva qilish kerak boy bo'lish uchun. Jertva qilgisi kelmaydi boy bo'lish uchun. Tushunasizmi? Ularga yetadi o'sha. Puli kamroq bo'lish ham. Boy bo'lish bu yerda maqsad emas, hayotdagi maqsad. Kallang ishlatgan oldingi odamlarcha biror maqsad qo'ygan, maqsadiga erishish yo'lida boy bo'lib ketgan, tushunasizmi?
hozirgi odamlar boy bo'lish maqsadi va jim yotish. Bu bo'lmaydigan narsa. Hech qachon. Fikringni unaqa narsadan chiqarib tasha. Sani maqsading bo'lmagunigacha sani xayolingda mana bunaqa nikchemniy oylik ishlaydigan odam bo'lguninggacha sen hech kimdan, mana shu milliardlab odamlardan boshqacha odam bo'lmaysan. Sen kapekasan, bir tiyinsan rostdan ham. Sen boshqacha odam emassan, sen bir xilsan. Sen boshqacha odamman deb o'ylaydigan, hammaga o'xshaydigan odamsan. Bilasan, hamma odam nima deb o'ylaydi? Hamma odam boshqachaman deb o'ylaydi. Hamma odam men o'zgachaman deb o'ylaydi. Hamma odam men главный personajman deb o'ylaydi bu hayotda. Va hamma odam haqiqiyligiga ishonadi. Bilib qo'ygan. Sen bu yerda meni eshitayotgan bo'lsang, mana shu 15 minut bo'ldi videoga eshitayotgan bo'lsang-chi, ana endi sen o'zingni anglashing mumkin bo'ladi. Yana bitta fakt. Qaysi kompaniyalarni klientlari ko'p dunyoda? Hop. Nestle. To'g'ri. Snickers. To'g'ri. Coca-Cola. To'g'ri. Pepsi. To'g'ri. Xo'p, yana nima bor? Mashhur brendlar, tushunyapsan? Xo'p. Demak, bular mashhur va buni nimaga mashhur? Foydalimi, zararlimi? Zararli. Odamlar bilasanmi qanaqa? Odamlarda-chi stada effekti bor. Odamlar qo'yga o'xshaydi, qo'y. Haqqa yurg'izsin, shu yoqqa yuraveradi. Tushunsan? Sen ham qo'ysan. Men ham qo'y edim. Hali ham agar men hech narsa qila olmayman. Agar men hozirgi qilishim kerak bo'lgan ish bilasanmi? Men seni ko'chaga musor tashlamasligingni aytishim mumkin. Men senga yaxshi odam bo'lishni o'rgatyapman, aldamagin deyapman. Men senga bunaqa loser bo'lmagan, har xil gaplashayotganda urush ketadigan bir odam bo'lmagan. Men senga chestniy odam bo'lishni o'rgatyapman. Mening maqsadim shu. Va men bu videoni o'tganimdan hech ham xafa emasman. Bu videochi hali 10 yildan keyin o'zim ko'rsamchi, men faxrlanadigan video. Tushunasizmi? Chunki biz haqiqatdan yashayotganimizni qachon bilamiz, bilasanmi? Qachonki biz haqiqatdan nimadir qilsak, haqiqatdan nimadir qilish uchun odam har doim haqiqiy o'zini topish kerak, tushunasizmi? Bunaqa reels ko'rib, shorts ko'rib hech balo bo'lmaysan. Bloger bo'lasan. Bilasan, qancha bloger bor, bloger bo'laman degan. Va bunaqa mentalitet bilan, bunaqa kalla bilan to'g'rirog'i bloger ham bo'la olmaysan, hech kim bo'la olmaysan. Chunki sen hammaga o'xshagan, lekin hech kimga o'xshamayman deb o'ylaydigan losersan. Hop. Demak, bu videolardan nima foyda? Kelinglar gaplashib olamiz. Bu video hazil toifasida olingan. Demak, bu video har xil odamlarni, har xil holati bo'lgan, har doim bu dunyoda mana shu narsalarni har xil odamga har xil tushuntirish kerak. Mana shunaqa bir eksperiment bo'ldi. Agar bu video yoqqan bo'lsa, har xil narsalar ko'rishim mumkin. Yana har xil mana shunga o'xshagan eksperimentlar. Agar yoqqan bo'lsa, like qo'yinglar. Agar yoqmagan bo'lsa, hech narsa qo'ymanglar. Kommentariya yozinglar. Chotki deb yozinglar. Chotki deb yozish bizning kanalimizning qonun qoidasi. Shuning uchun qani bo'lmasam yaxshi odam bo'linglar-da, tushunasizlarmi? Yaxshi odam bo'lgan baribir yetadi. Bu dunyodagi hozirgi holatda yomon odamlar yutyapti. Lekin yaxshi odam bo'lsa ham yetadi. Yaxshi odamlar просто birga bo'lish kerak. Yaxshi odamlar yomon odamlar qo'lida yomon bo'lish kerak emas.